Ko'pchilik mendan so'raydi, qayerda ishlaysiz, hammasiga qanday ulgurasiz? Mana bugun sizlarga ozgina kundalik hayotim haqida so'zlab bermoqchiman. 4 kun navbatchilikda tez tibbiy yordam bo'limida hamshira bo'lib ishlayman. Ishim oson emas. Har xil vaziyatlar, og'ir bemorlar, isitmasi ko'tarilgan jajji bolajonlar. Tonggacha mencha qo'rqmay xalq xizmatida bo'laman. Og'ir navbatchilikdan chiqib charchagan bo'lsam-da uyga shoshilaman. Uyga kelib onamga ko'makchi bo'lish, uy joylarni supurib sidirish bu mening charchoqlarimni yozuvchi eng yaxshi vosita. Onamning baraka topqizim degan birgina duosi bilan vujudimdagi barcha toliqishlar yoki chiqib ketadi. Chunki onam roziligi bu mening kuch-quvvatim manbai. Uy ishlarini tinchitib, charchagan bo'lsam ham yana yo'lga tushaman. Endi meni Greenleaf ofisimiz kutmoqda. Bu yerda men nafaqat tadbirkor ayol, balki katta bir jamoaning a'zosiman. Biznes bu mening kelajagim, orzularim sari tashlangan dadil qadam. Har kuni yangi insonlar, yangi bilimlar, yangi imkoniyatlar. Hayot bu harakat demakdir. Men ham charchayman, men ham insonman, lekin to'xtamayman. Agar siz ham hayotingizni o'zgartirishni, mehnatdan qochmay zafarlarga erishishni istasangiz, mening sahifamga obuna bo'ling. Keling, birgalikda yuksalamiz.